Parij, 1995-yil, yanvar. Pistirmaga duch keldik. Bizga yolg'on ma'lumot bergansan, tajang. Sal qolsa o'lib ketardim. Moltes. Janarsan. Qimirlama. Bilaman, sotqin shu stol atrofida o'tiribdi. Tan olishi uchun 30 soniya vaqt beraman. O'yin tugadi, janoblar. Ukangni ko'ylagini yech. Bo'la qol. Ko'ylagini yech. Nima qilib qo'yding, uka? Huzur og'ayni. Qimirlama! Qurollarni tashla! Ablah, yaramaz! Qo'lingni ko'tar! Ko'tar! Ukamni o'ldirding. Seni o'ldiraman. Yaxshilab eslab qol. O'zim seni o'ldiraman. Hali qo'limga tushasan. Ablah! Thomas Langman namoyish qiladi. La Petite Reine va Warner Bros. Production Limited mahsuloti. France 3 Cinema, France 2 Cinema, DPS Cinema ishtirokida. Gérard Lambert, Benoît Poelvoort, José Garcia, Jimon Unsu, Rossi de Palma, Gary Tiplagni, Gérard Barmon, Stomi Baxi, Marco Prince Omar va boshqalar. Ssenariy mualliflari Tom Langman va Mark Alexander. Tasvirchilar Alain Barberian va Frédéric Forestier. Rejissor Alain Barberian. Omadli omadsizlar. Demak, shu yerda siz Monsieur Moltes. Moltes. Anaqa yo'q. Yetakchi. Xo'jayin. Monsieur, hamma mendan qo'rqadi. Bu yerda zo'ravonlik qila olmaysiz degan xavotirim yo'q emas.
Ha? Ozodlikda sen qahramonsan, yulduzsan, yetakchisan. Lekin bu yerda hech kimsan. Bu yerda sen peshmaloqsan. Bu yerda faqat bitta xo'jayin bor. Bu men. Tushunarlimi? Ha? Ha. Hakim. Ha, xo'jayin. Bizda qoida shunaqa. Itoatkor bo'l. Shunda sen uchun hammasi yaxshi bo'ladi. Yoki ayyorlik qilasan, lekin unda hayotingni barbod qilaman. Gapimga ishonaver, chunki odamlar hayotini barbod qilish menga cho'tmas. Tushunarlimi? Mayli. Yaxshilab o'ylab ko'r. Och. Och, bu men. O'tirishing mumkin. Hey! Ana hojatxonang. Hey! Jinni bo'ldingmi? G'irt ahmoq ekansan-ku. Yetti yildan so'ng nima yangilik bolalar? Hammasi tayyor. Choyshab almashtirish operatsiyasi soat 11 da boshlanadi. Bortez, Ha. ayoling bormi? Yo'q. Avval hammaga o'xshab bor edi. Bilasanmi? Boshimga tashvish tushdi. Nima desam ekan? Endi xotinim bilan hammasi xuddi avvalgiday emas. Ha, shunaqasi ham uchrab turadi. Sen nima qilgan bo'larding? Xo'sh, hammasini to'g'rilagan bo'lardim. Yaxshi kayfiyatda uyga kelib, dasturxon atrofiga o'tirardim. U bilan birga ovqatlanib, keyin o'lgudek suqlanib qarardim. O'lgudek? O'lgudek og'ayni Xohlamasa-chi? xohlamasa, dotlatib urish kerak. Aytgancha, xo'jayin, men olgan lotereya chiptasi haqida unutib qo'ymadingmi? Xavotir olma, hamma raqamlar esimda. Iltimos o'zimga qaytar. Ertaga olib kelaman, chunki u haligi xotinimda. Axir urushib qolishimizni bilmagan edim. Xotiningga ishonasanmi? Juda qiziq gap bo'ldi-ku. Ishonasanmi deganing? Aytchi, Maltez. Faqat behazil. Ertaga bir nechta chaqonlar shu qamoqxonadan qochishni rejalashtirishyapti degan mish-mish yuritdi. Meni ahmoq qilmoqchimisan? Yo'q. Yo'q. 2 daqiqa avval xotining haqida aytib berding. Hammasini jon deb eshitdim. Samimiy javob berdim. 47 kundan keyin ozodlikka chiqaman. Sen bo'lsa shu mashmashaga meni ham o'rlashib qolganda o'ylayapsanmi? Axir bu ahmoqlik emasmi? O'zi ishim shunaqa. Unda men ham o'z ishimni tugatib olay. Xo'pmi? Sen yaxshi xotining haqida o'yla. Yo'q, u yoqqa yurish mumkin emas. Endi yuganman.
Xo'sh. 1. Ovqatlanamiz. 2. O'lgudek siqlanib qarayman. 3. Dodlatib uraman. Ovqatlanamiz. O'lgudek siqlanib qarayman, dodlatib uraman. Azizam. Bu men. Polin? Bu yana nimasi? Ishlar qalay? Menda ajoyib yangilik bor. Qo'l telefonimi? Ha, albatta. Allo? Ha, shoshilyapman. Ha, ajoyib. Ha, aeroportda ko'rishamiz. Yaxshi, rahmat. Xayr. Polin, qayoqqa otlanganingni bilsam bo'ladimi? Haligi novcha dugonam Anna esingdami? O'sha cho'ldagi poygalarga borish kerak edi. Tibbiyot guruhi bilan. Esingga tushdimi? Yo'q. Yaqinda oyog'i sinib qoldi. Shuning uchun o'rniga men ketyapman. Nima? Ajoyib, to'g'rimi? Yo'q, hech ham ajoyib emas. Shoshma Polin, bir zum o'ylab ko'r. Shu yerda ayrim odamlarga kerakliging haqida ham o'ylab ko'rdingmi? Bemorlaring, shifoxonadagi mijozlaring, yana men. Hamma biladi. Biz uchun foyda keltiradi. Polin, O'zimni o'tishim kerak, xavotir olma. Hech qanday muammo yo'q. yo'q, hech qanaqa muammo emas. Hech qayerga bormaysan. Yo'q, sababini bilsam bo'ladimi? Chunki meni ogohlantirmading. Aytgancha, Afrika juda xatarli, aqalli kasalliklar haqida o'ylamadingmi, ha? Bezgak. Emlanganman. Sariq kasalligi. Emlanganman. Hech buroq. Ana ko'rdingmi? Bunga emlashmagan. Ko'z yallig'lanishicha aytgancha, Jean-Pierre hozirgacha azobini tortyapti. Bas qil. Polin, menga quloq sol. Bas qil. Quloq sol. Bilasanmi, hozir nima qilamiz, ha? Menga Agar och qolgan bo'lsang, pizza sotib ol. Tushundingmi? Meni taksi kutyapti. Bo'ldi, bas qil, yo'limni to'sma. Jomadonni qo'y, Polin. Esingdan chiqmasin, men ispanman. O'tkazvor. Jomadonni qo'y. Joyiga qo'y. Yo'limni to'sma. Jomadonni qo'y. O'zing talab qilib olyapsan. Nimani? Mana shuni. Shoshma. Buni hech qachon kechirmayman. Kechir, Polin. Avval tushuntiray. Hammasini chalkashtirib yubordim, Polin. Avval ovqatlanib olish kerak edi. Keyin suqlanishim kerak edi. Polin, shoshma. Hammasini tushuntiraman. Polin. Agar shu mashinaga o'tirsang, unda hammasi tamom. Qaytishida xayolingga ham keltirma. Polin. Judo mashg'ulotda kiyadigan kiyimingni yoqib yuboraman. Mayli. Ketsang ketaver. Qorayini o'chir. Yaramas. Xayrli tong. Sizlarga demoqchi edim. Xayrli kun. Issiq. To'g'rimi? Bol, ket. Jo'na, tezroq. Sensiz yalloqli yashayman. Zaharlanishmi? Joniga qasd qilgan, qo'shnisi garajdan topib olgan, idish yuvadigan sovundan ichgan. Qayd qildimi? Tinimsiz qayd qilyapti. Yaxshi ichkar tosh qozonini yuvamiz. Tushkunlikka tushib qolganmi? Yo'q, qamoqxona noziri. Tushunarli, yaxshi. Eslab qolishi uchun hukna qilaman. Yo'q, monsieur, rahim qiling. Hukna kerak emas. Iltimos. Qayerdaman? Demak, boshlandi. 35 48 Monsieur, iltimos, ovozini balandlating. To'qqiz. Qirq to'rt. 33. Jinursi. Axir bu, Xudo. Yutdim. 15 million. Polin. La'nati. Nonushta. Xo'jang qayerda? Bugun kelmaydi. Nega? Bazasi yo'q. Qanaqasiga? Qachon tuzaladi? Bunisini noma'lum. Soat 9 da oldinga odam keladi. Ketdik.
Ablah. Shu hafta eski tanish qamoqdan chiqadi. Keyin bizni ovlashga tushadi, tushunyapsanmi? O'lasa o'ladi-da. Nima farqi bor? Nima o'zgardi? Men uchun bir ish qil. Tamam bo'ldim. Telefon raqamimni berma degan. Maylimi? Mayli. Xo'sh. Bu desang hozir hammasini tushuntiraman. Xo'pmi? Hammasini aytaman. Adashib menga tegishli narsani olib ketgan. Endi o'shani iloji boricha tezroq qaytarib olishim kerak. Tushunyapsanmi? Afrikadaligini bilaman, lekin o'sha lotereya chiptasini qaytarishim kerak. Bu men uchun hayot-mamot masalasi. Tezroq narsa o'ylab topa olmadingmi? La'nati! Menga qara, raqamni berasanmi yo'qmi? Itdan tarqagan. G'irt surbet ablah ekansan. Palini nega tashlab ketganini endi bildim. Aniq, tamam bo'ldim. Bugun Sante qamoqxonasidan Maltez boshqa ikki mahbus Jan Montier va Mark Deshan bilan qochib ketgani ma'lum bo'ldi. Taxminlarga ko'ra, qochoqlar kirxonaga yo'l olgan yuk mashinasiga yashirinib olgan. Buni Maltezning advokati shunday izohlab o'tdi. Mijozimni juda yaxshi bilaman. Maltez shunchaki qochib ketmaydi. Agar Maltez qochib ketgan bo'lsa, demak bunga jiddiy sabablar bor. Men bunga aminman. Aytingchi, qanday qochib ketgan? Sababini bilsangiz kerak, iltimos. Buni faqat o'zi biladi. Endi rostlanam. Politsiya bugun qamoqxonadan qochgan Maltezni qidirmoqda. De Maltez à 6 semaines de l'expiration de sa peine. Les services de police traquent en ce moment même la voiture volée par les fugitifs. Bu men. Qayerdasan? Mashinalar turadigan joyda. Bu yerda qurol ham bor. Juda yaxshi. Qayerda yashashini bildingmi? Albatta. Ingimoke ko'chasi 16-uy. Faqat qo'ldan chiqarma. Maltezning qamoqxonadan qochishi o'tgan haftada uning sobiq sherigi Sajay laqabli Mustafo Hamir ozod qilinishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. U ukasi o'limi uchun Maltezdan qasos olishga qasam ichgan. Politsiya jinoiy guruhlar o'rtasida xunrezlik boshlanishidan xavfsiramoqda. Post patrullari diqqatiga. Maltez 3 daqiqa avval kulrang Peugeot'da yerosti garajdan yo'lga chiqqan. Hududni qurshab oling. Ruzvelt ko'chasiga yetib keldim. O'ngga buril. Hoy! Politsiya.
Taslim bo'l. Mashinadan tush. Taslim bo'l. Yo'ldan qoch. La'nati! Mumtoz. Poli? Ablah. Mumtoz, shoshma. Senga hammasini tushuntiraman. Yo'q, men tushuntiraman. Chiptamni qaytarishing uchun 30 soniya vaqting bor. Multis, xulosani aytsam baribir ishonmaysan, lekin seni umuman aldamaganman. 30 soniya, yarim daqiqada o'tib ketdi. Multis, qattiq adashyapsan, chiptayni o'g'irlamadim, axir do'stingman. Do'sting. 20. Yo'q. Multis, o'zing hammasiga aybdorsan. Hammasini sen rasvo qilding. Polinani nazarda tutaman. Xuddi sen aytgandek qilgandim, unga bir shapaloq urdim. Yo'q, meni tashlab ketdi. Chiptang bilan Afrikaga jo'nadi. Hozir Afrikada mashinalar poygasi bo'lyapti. Xotinim Afrikaga ketdi. Shunaqa? Og'ayni boshqa ilojim qolmayapti. Multis, otma. Valdirashni bas qil. Multis, qasam ichaman, rost gapiryapman. O'zimda bo'lganda hozir bu yerda bo'lmasdim. Hozir o'ylab ko'r. Nimani hidi kelyapti? Ha? Gaz ketdi. O'zimni o'ldirmoqchi edim. Men Polinaman. Chiptayni so'rayotgan bo'lsang, kamaringdagi bemani ham yoningga solib qo'yganman. Ana hammasidan ajrab qoldim. Endi uyim yo'q, xotinim ham yo'q. Yashashdan ma'ni ham qolmadi. Pasport uzoqqa cho'ziladimi? Pasport arzimagan gap, qiyin emas. Senda muammo bo'lmaydi, lekin mana bu bashara ancha ovora qiladi.
Qayoqqa ketyapmiz? Rejio. Chiptani topmagunimizcha ikki yorti bir butun bo'lamiz. Tushunarlimi? Ko'lankanga aylanaman. Chiptam xotiningda, xotining Afrikada, demak Afrikaga boramiz. Sen bilan men ikkimiz. Xo'p. Xo'p, kim? Xo'p. Xo'jayin. Lekin boshim aylanyapti. Kajang. Choy ichasanmi? Soch qo'yibsan. Har doimgidek Moltes meni kutmasdan juftakni rostlabdi. O'ziga ziyon. Unga ajoyib sovg'am bor edi. Qani u? Bog'chaga ketganda. Meni kenga o'xshatyapsanmi? Oilamni haqorat qilma. Yangi baliq oldingmi? Nima deysan? Baliqchilaring miyani yaxshi ko'rarmikin? O'zidan so'ra. Oxirgi marta so'rayapman. Moltes qani? Moltesga lotereyada yutuq chiqdi. Lekin ishkalam chiqdi. Qandaydir hamshira chiptasi bilan qochib ketdi. Salim Baliba, Mamadou Ngol, Bamako, ahmoq. Moltes, samolyotda ovqat berishadi. Men endi Maltes emasman. Shuni tushunyapsan, o'san? Samolyotda har doim ovqatlantirishadi. Moltes qochib ketdi. Ha. Juda eskiraqsan. Yoshligimni ko'rdingmi? Faqat bir narsadan xursand bo'lyapman. Endi mutlaqo xotirjammiz. Hammasini oldim. Xo'sh, bu bezgakka qarshi buni hozir ichib olaman. To'g'ri, sal ehtiyot bo'lish kerak. Chunki o'tgan safar ko'proq ichib qo'yibman. Voy, keyin kipriklarim to'kilib ketdi. Yana bitta ichaman. Xudo biladi. İchburuqqa moyilligim bor.
Mana bunisi quloq uchun. Hozir sirt olmasam, unda nekroz boshlanadi. Ha. Quyoshga juda ta'sirchanman. Havo isib ketsa, terim burishib qoladi. Ayniqsa qulog'im. Keyin qashiyveraman. Qarabsanki, yallig'lanadi, keyin yiringlaydi. Agar davolanmasang, quloqdan ajrab qolasan, oshna. Kim ham shuni xohlardi, to'g'rimi? Yo'q. Nima? Oh, Martina! Bu yerda nima qilyapsan? Menmi? Ko'zlarimga ishonmayman. Martina, qalaysan? Ta'tilga chiqdingmi deyman? Tushunmadim. Bizlar tanishmizmi, a? Nima? Tanishmizmi? Martina, Yo'q. U bilan tanishmassan. Tanishma? Yo'q, adashding. Yo'q, albatta. Shunaqasi ham bo'ladi. Odam odamga o'xshaydi-da. Endi ketishimiz kerak. Ketdik. Kechirasiz, kimgadir o'xshatdi. Ko'rishguncha. Kechirasiz. Bilaman. Yo'q, bilmaysan. Ahmoqliging tufayli bizni ushlab olsa, nima bo'lishini bilasanmi? Ikkalamizni ham qamoqqa tiqishadi. Sen bilan meni. Bu gal panjarani bir tomonda bo'lamiz. Xo'rlashadimi? Bu yog'i o'zingga havola. Mais il est bien ce jeu-là. Ah non, mais le jeu est beau. Ça, c'est un beau jeu, ça. Je le maîtrise, le jeu, là. Je gagne, tout ça, je gagne. Toi, je te gagne et toi, je te gagne. Hoy, go'shakni ol. Jennersan. Eshitaman. Gaplarim yaxshilab eshitib ol. Aeroportda habashlarga o'xshab olgan ikkita odamni ushlash kerak. Ular Parijdan uchishyapti. Xo'p, Qo'ldan chiqarmanglar, ularni yo'q qilish kerak. hammasini tushundim. Hop. Kim o'zi? Ish masalasida bu odamning ismi Satang. Menimcha aeroportdan ikkita mijoz olishimiz kerak. Bizga o'xshagisi kelganmish. Moltas va Rejo. Qoralardek kiyinib olishganmish. Bizga o'xshashmoqchi shovvozlar. Javin o'ynataverma. Jirkanib ketyapman. Chaynama. Moltas! Shunaqami? Bu yerda haligidek hojatxona bormi? Ha. Nima bo'ldi? Senga necha marta aytdim, Moltes degan ismni esdan chiqar. Nahotki Moltesga o'xshasan, a? Sal o'xshaysan. Ha, mayli. Tezroq bo'l. Ketamiz. Har holda seni taniyman. Yaxshi jim bo'l. Pas grave, j'en ai plein.
Yo'q. Senga endi keragi qolmadi. Hozir keyin bosh olaman. Xohlasang birga boraman. Hech qachon. Shunisi yaxshiroq. Ularni ko'ryapsanmi, yo'qmi? Ko'rmayapman. Yaxshiroq qara. Nima? Shu yerda tur. Hozir taksi topaman. Hech qayerga ketib qolma, xo'pmi? Yaxshi. Yorlig'ini olib tashla. Kechirasizlar. Mashina sizlarnikimi? Fransuzcha bilasizlarmi? Men Bamakoga ketyapman. Bamako. Sahrodagi poygalarga, ha? Yaxshi pul to'layman. Bakshish, pul. Bakshish. Yo'lingdan qolma. Qalpog'ingiz chiroyli ekan. Moltez! Menga ham shunaqa qalpoq kerak. Mashina qidiryapsizlarmi? Ha. Il y a combien de bornes jusqu'à Bamako? 11 bornes. 11 bornes. Tu crois que c'est les mêmes bornes que chez nous? Bah une borne, c'est une borne, malin. Pas nécessairement. Aux États-Unis, par exemple, ils comptent pas en bornes, ils comptent en miles. Tu sais combien ça vaut, toi, une miles? Oui, je sais. Eh ben, ça vaut combien? Je sais, d'accord. Tu sais pas? Il sait pas? Eh les gars, vous savez combien ça vaut, une miles? 1 km 600. J'espère que j'ai bien me faire, moi, à la vraie. Ajoyib soch. Buni qanday olishadi? Oddiy jun. Jun? Jun. Sochiga jun yopishtirganmi? Qo'ying. Ils ont mordu à l'hameçon. Nega bunday qildik? Ishingni yeyapsan. Menimcha yoqimtoy bolalarida. Jim bo'l. Bol, tezroq. Portlat. Bol, portlat. Qara. Bum! Nima gap? Portlamadi. Menga ber. Bu umuman boshqa narsa. Nima bu? La'nati. La'nati jin ursin. Shaloq arava. Jin ursin. Qalpoqim esdan chiqibdi. Menga baribir. Hammasini tayyorla. Siz poygachilarga xizmat ko'rsatasizmi? Ha, to'g'ri. Men Polin Rejoni qidiryapman. Kimni? Polin Rejo tibbiyot guruhidan.
Aniq shunaqami? Ha, aniq. Juda novcha, ispanlarga o'xshaydi. Yuzi chiroyli. Ha, burni katta, basharasi otga o'xshaydiganmi? Buni ushlab tur. Oling, uning xotini. Shuning uchun tilingga hushyor bo'l. Shunchaki hazillashdim. Juda ham kulgili, juda ham. Gapir, Polin qayerda? Hozir navbatchilik qismida. Atigi 2 soat avval navbatlanishgan. Ular oxirgi bo'limda. O'sha oxirgi bo'liming qayerda? Babada. Qattiqroq gapir, hech narsani tushunmadim. Bakaleda. Bu yuzini otga o'xshatganing uchun. Burnini ham yomon dedi. Endi minishga biror narsa topish kerak. Minishga deganing nimasi? Kema. Hazillashyapsanmi? Tayyormi? Qarab tur, qara. Toyotani olamiz. Menga Toyota yoqadi. Bizning mashina ana u yerda. Oqami? Ko'ka. Salom Jean-Louis. Jean-Louis kim o'zi? Ahamiyati yo'q. Asosiysi emin-erkinmas. Salom. Shunday. O'tir. Tezroq bo'l. Salom. Bo'ldi, o'tir deyapman. Ortiqcha o'yin qilma. Marra yo'qda, u tomonda. To'g'ri, seni payqashgani yaxshi-da. Nima? Payqashgani yaxshi deyapman. Tushundim. Alo. Meni eshityapsanmi? Qoyil, to'g'rimi? Bu kallavaram kim bo'ldi? Satang. Nimaga bambul? Moltes qayerda? Ularni ukam riyoli qilyapti. Uni bilasan-ku. Hamshira qayerda? Xavotir olmasang-chi, Satang, uni ham topamiz. Bizdan hech kim qochib qutulmagan. Ay bambula. Meni yana bir marta Satang deb aytsang, kallangni sapchada uzib tashlayman. Men bilan yur, Satang. Rosa kuldirding. Ayni paytda sahro poygalarining 2 karra g'olibi Jean-Louis Schlesser yana musobaqa ishtirokchilari safiga qo'shilmoqda. Bu juda ham qiziq holat, chunki chempion poygada tengsiz ekanini boshqa guruhda ham isbotlashga urinib ko'radi. Qara, boshmaldoqimga qarab chamalisak, Bakaledan 400 kilometr narida turibmiz. Menimcha ishlar ajaba. Menimcha unaqa emas. To'g'ri, ikkalamiz chizig'ida turmayapmiz. Salom. Rejiyo, tinch o'tira olasanmi yo'qmi? Moltes. Sal oldin yurvar. Jim bo'l dedim. Mayli. Oson bo'lsin degandim, xolos. Hozir xom piyoz bo'lsa ham yeb tashardim. Hoy, meni sayrga taklif qilganmiding? Xavotir olma, Satang, shu yerda uchrashamiz. Ukam hali kelmabdi, lekin hademay kelib qoladi. Ungacha senga qurolimni ko'rsataman. Qara. Ko'rib hayron qolasan. Juda ham antiqa. Hatto filni ham qulatadi. Uni o'rnida bo'lishni umuman xohlamasdim. Qara. Allo. Aka, ikkalasini ham qo'ldan chiqardik.
Rasvo bo'ldim. Hamshirani topishga urinib ko'ramiz. Bu yog'ini o'zim tekislayman. Hoy. Ukam Maltesni qo'ldan chiqaribdi. Ey satang, meni eshityapsanmi yo'qmi? Men tajangman. Og'ir ekan. Jin ursin. Hammasi o'zimga qoldi. Alo. Hoy aka, hamshirani topdik. Hozir Bakaleda ekan. Bakaleda? Satang go'shayni akamga ber. Iloji yo'q, o'ldirib qo'ydim. Nima? Noto'g'ri so'zni ishlatdi. La'nata, seni o'zim o'ldiraman, Satang. Nima? Gapimni tushunmadingmi? Satang ablah ekansan, yaramas. Unda jim bo'l, hozir qo'staman. Ablah! Endi nima qilamiz? To'g'ri Bakalega boramiz. Omadimiz chopsa birinchi bo'lamiz. Ajoyib. Gap yo'q, Maltes. O'ngda. Maltes, o'ngda. Bizdan o'zib ketmoqchi. Bunga yo'l qo'yma. O'zib ketmasin. Bo'la qol. Gazda bos. Jim bo'l. Bizdan o'zib ketyapti. Gazda bosyapman senga. Bas qil. Bo'la qol. Hayda oshna. O'zib ketishdi. Voy, yaramaslar. Nega sekinlashyapsan? Nega sekinlashding? Ularni o'tkazib yuborish uchun. Yo, bunaqasi ketmaydi. Har kimni o'tkazma. Orqasidan qo'y, Maltes. La'nata. Menga ber, o'zim haydayman. Boshqa bilmas ekansan. Menimcha Shlesserning yangi yordamchisiga nimadir bo'lgan. Biz poygada qatnashmaymiz, Galvars. Chiddamni olib ketgan la'nati xotiningni qidiryapmiz, xolos. Jin ursin seni. Tushundingmi? Hammasi joyida. Yaxshi. Bo'l temir tersak. Yon deyapman. Endi nima qilamiz? Kimdir to'xtaydi deb o'ylayapsanmi? Ha. Keragi yo'q, tajang. Menda reja bor. Hoy ovsar, ikkinchi daraxt qani? Men daraxtman. Yaxshi. Juda yaxshi. Qoyil. Nima uchun yana to'xtadingiz? Chunki qo'lim og'riyapti. Bu baxtsizlik hech qachon tugamaydi. Nima? Hech nima. Mashina haydashni bilasanmi? Shu savolni bermaysan deb o'ylagandim. Qani, joyni bo'shat. Maltes, xavfsizlik kamarini taqib olishing kerak. Shunisi ma'qulroq. Hayda. Yana yo'ldaman!
bir, ikki, 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 bir, ikki. Endi qoya qoldim. Nima qilyapsan? Yana. Hozir. Bas qil. Hozir. Hech qisi xavotirlanma. Nima qilyapsan? Qumga battar tiqilib qolyapmiz. Bunaqada hech qachon chiqa olmaymiz. Nima qilganingga bir qara. Hozir chiqamizmish. Qara nima chiqqanini ko'rasan. Senga umuman ishonib bo'lmas ekan, Rejio. Nima qildi? Nima? Axir bu arzimagan gap. Shunchaki g'ildirak qumga tiqilib qoldi. Shunga shuncha vahimami? Ammo sen tufayli, Maltez. Sen uxlab olsin deb rulga o'tirgandim. Bunga rahmat aytishing kerak. Katta rahmat. Endi nima qilamiz? G'ildirak tagiga nima deb tashlaymiz, itaramiz. Hammasi oddiy. Ozroq gazni bosasan, chiqib ketadi. Bunda muammo ko'rmayapman. Umuman hech narsani tushunmayapsan. Nima uchun? Mashina radiatorigacha qumga tiqilib qolganini ko'rmayapsanmi? Uni qumga ko'mib qo'yding. Menga qara, Maltez. Og'ir vaziyatlarda bir pasda o'zingni yo'qotib qo'yar ekansan, oshna. Yana yo'ldamiz. Nima qilyapsan? Ilonlarni qo'rqityapman. Ilonlarni? Kitobda o'qigandim. Men qara, Maltez. Keyin o'sha pullarni nima qilasan? Xotirjam qarilik gashtini surish uchun tinch joy topaman. Orzung bormi? O'zingda bormi? Xohlaysanmi ko'rsataman? Mayli. Bu har doim o'zim bilan. Qara. Orzum shu. Bu Foresight PC 40. Turbo dizel. Ichki salon tera va yog'ochdan ishlangan. Ikkita kushetkasi bor. 18 kvadrat funt. Xotinim bilan sayr qilishni juda yaxshi ko'ramiz. Oqshom yangi bog'da ixcham dasturxon atrofidasan. Yomon emas-a? Orzung qancha turadi? 35.900 euro. Yana soliq ham bor. Bilasan, orzung biroz g'alatiroq. Ushalmas orzu. Ming afsus. Rejio, agar 15 millionni topsak, senga orzuyingni olib beraman. Hazillashyapsanmi? Yo'q. Nega bunday qilmoqchisan? Axir bir jamoamiz. Nima deyishga ham hayronman. Rahmat. Maltez bilaman, g'irt pastkashman, lekin yana 2000 qo'shsang, Foresight imperator ham sotib olish mumkin. Unisi rostdan ham dahshat. Onalari katta hojatxonasi ham bor. Avtofurgonlar ichida eng zo'ri dahshat. Nima ham derdim? Mayli, Foresight imperator olamiz. Mendan nima ketdi? Mashina qani? Do'st. Biz do'stmiz. Bu odamlar kim? Ularga nima kerak? Badaviylar. Xo'sh. Men gapiraman. Ular bilan til topishish ancha qiyin. Eng avvalo boshlig'ini qidiramiz. Menimcha shu bo'lsa kerak. Qurol ishlab turgani o'zi.
Biz Fransiya. Jahon chempioni. Futbol. Men Fransiya xo'jayin. Aha. Uning xo'jayini. O mahbus. Yomon. O'g'ri. Xoddi sizlardek mashinalar o'g'irlaydi. Mashina. Uni olaveringlar. Sovg'a. Bizdan sizlarga. Lekin Bakalega borishimiz kerak. Bakale. Yo, bu tuya, uni tuya deyishadi-ku. Yo, bu Rejo, bu menman. Rejo. Unga ber, yoqtirib qoldi. Yo, kamarimni bera olmayman. Yo. Kamarni sovg'a qilmayman, u meniki. Tezroq ber. Yo'q. Endi shundan boshqa hech narsa qolmadi. Xo'sh, evaziga bizga nima berasizlar, ha? Evaziga Ferrari. Nimani kutyapsan? Qachon turishini kutyapman. To'g'ri, lekin u hali uzoq yotadi. O'zing bir narsa qil. Bu narsa qanday ishlashini bilmayman. Mayli, unda men qilaman. Hozir. Unda o'zim. Senga aytgandim, oldinda men o'tirishim kerak edi. Ha, albatta. U ishlaydimi? Tuya ishlaydimi, yo'qmi, men qayerdan bilaman. Men qara, saqchqo'r. Cho'lda. Men qara, cho'lda. Sen balki badaviylar uchun xo'jayindirsan. Lekin bu yerda hech nimasan. Bildingmi? Ha? Shunday ekan o'zing tanla. Yo qoidaga bo'ysunasan, yoki hayotingni barbod qilaman. Tushundingmi? Meni hayotimni barbod qilding. Ya fransuzchani tushunmas ekan, men qayerdan bilay? Oftob urishi ham mumkin emas. Dodvoyini boshqa odamga qil. Nekroz bo'lishi mumkin. Chinqab ketdim. Hozir suv ichish mumkin emas. O'lyapman. Bir qultum ich. Yo'q, rahmat. Endi icha olmayman. Nega? Axir undan sen ichding. So'lagan vaqtda birov ichgan bo'lsa ichishga jirkanaman. Avval menga bersang, shunda ichardim. Endi kech. Unda o'laver. O'zing o'l. La'nati. Hamyon qumga belandi. Endi sen haydaysan. Orqadamisan, oldindamisan, senga baribir. Jim. Shamonlaymiz. Nimaga mitti badaviy? Ketsam bo'ladimi? Endi tugatmagunimcha joyingdan qimirlamaysan. Faqat otmang. Ha, mayli. Qichqir. Yordam beringlar. Ablah. Buni qaranglar. Bizni kim deb o'ylayapti, ha? Sahroda kim xo'jayinligini hammaga ko'rsatib qo'yamiz. Hech kim bizga bas kela olmaydi. To'g'rimi? Sizlarni ham yo'q qilamiz. Qara, yo'qda nimadir qimirlayapti. Qayerda? Ana? Ko'ryapsanmi, barxana ortida? Ko'rmayapman. Ma'mun ekan. Bahaybat ma'mun. Saroq ko'rinyapti. To'g'ri. Sahroda ma'mun nima qiladi? Hech narsa yo'q. Hammasi sarob. Salom ishi. Salom. Salom.
Misye, sizga yordam kerakmi? Iltimos, suv bering. Gazlimi yoki gazsizmi? Olchali, apelsinli yo mineralmi? Qanaqa valyutada hisoblashasiz? Dollar, yevro? Sal engash. Qanaqa hisoblashimizni aytaman. Hoy, dudlangan baliqlar. Yana uchrashib qolsak, hammangizni nimtalab tashlayman. Kallamga fikr keldi. Men chayqalaman. Sen meni tishing bilan ushlab olasan. Keyin arqonni uzasan. Tushundingmi? Unda boshladik. Bo'l. O'la qol. Qani? Ana. Qani? Qani? Ishla. Ana. Voy, qo'lim. Voy. Voy tajang, tirikmisan? Muloyim yordam so'rash umuman foydasiz. Eski va qadrdon bir musht hamma muammoni bir soniyada hal qiladi. Lekin bu menga umuman yordam bermadi. Ayni. Fransiyaga qanday qo'ng'iroq qilsa bo'ladi? Kimga qo'ng'iroq qilmoqchisan? Xotinimning dugonasiga. Nega? Raqamini bilish uchun. Aytmoqchisanki, xotiningni telefon raqamini biladigan kimnidir avval boshdan bilarmiding? Ha. Seni o'ldiraman, Moltes. O'ldiraman. Seni o'ldiraman, Moltes. Allo? Allo. Anna, meni eshityapsanmi? Seni eshitmayapman. Anna, men fransuzman. Telefon qilishga qanday haqqing Anna, chiqdi? shoshilyapman. Senga hozir Esingni tushuntiraman. yedingmi? Quloq sol. Hozir tushuntiraman. Quloq sol. Yo'q. Hozir tuyadaman. Anna, quloq sol. Menga Polinning telefoni juda ham kerak. Hisobida pul kamroq edi. Ovozingni o'chir. Yo'q, senga aytmayapman. Menga ber. Allo. Moltes gapiryapti. Qamoqxonadan qochganmi? Xuddi o'sha qotil. Gapimni yaxshilab eshit. Hoziroq Polin raqamini berasan yoki ertaga kechqurun o'likxonada bo'lasan. Men mana qidiryapman. Yoz. Bo'ldi. Yaxshiyam shu tomondan yuribmiz. Bir soatdan keyin kelsak ham kech bo'lardi. Sahroda nima qilib yuribsizlar? Do'kon aylanib yurgandik. Nima deysan, oyim qiz, balki bizga hamrohlik qilarsan. Ishlayapti, Moltes. Qo'ng'iroq qilyapman. Biz boymiz. Sen boysan. Polin, telefon. Allo. Polin, Fransiz? ishlar qalay azizam? Menga lotereya chiptasi kerak. Nima? Moltesning lotereya chiptasi senda ketib qolgan shekilli, bilasanmi azizam? O'sha chiptaga yutuq chiqqan. Shuning uchun qaytarib berishing kerak. Xabarimni olmaganmiding? Chiptani kamaringga solib qo'yganim dedim-ku. Kamarimga? Aniqmi? Albatta aniq aytyapman. Nega mendan so'rayapsan? Rostdan yutdingmi? Jonimga tegdi, pastga tushaman. Yo'q, Moltes pastga tushyapti. Moltes? Yana o'shami? Allo. Uzilib qoldi. Kamarni berma deb ogohlantirgandim seni. Allo? Bu yana nimasi? Allo? Kim bor? Go'shakni menga ber. Kim? Allo? Go'shakni Moltesga ber. O'zingiz kimsiz, misye? Go'shakni Moltesga ber. Kim gapiryapti? Menga tajang, quyuq salom aytyapti deb ayt. Tajang degan kimdir senga salom aytyapti. Tajang? Polinni chaqirib oling. Yo'q. Unga aytib qo'y, kallasini sapchadek uzib, ichak chavog'ini sug'uraman. Ko'zlarini o'yib olaman. Yana kallangni o'yib, ko'zingni sapchadek Menga ber. Allo tajang. Men Moltesman. Senda muammo bor. Chiptani ber, bo'lmasa og'ayningni xotinini o'ldiraman. Chiptani xotinga almashtiramizmi? nima? Qayerdasan? Hey, qayerdamiz? Bakale bilan Tubani o'rtasida. O'zing qayerdasan? Biz qayerdamiz?
Biz qayerdamiz? Bakale bilan Tuban o'rtasida. Bakale bilan Tuban o'rtasi. Bakale bilan Tubanning o'rtasida. Qaysi biri yaqin? Bakalemi, Tubami? Bakale yaqinmi, Tubami? Bakale yaqinmi, Tubami? Bir xil. Bir xil. Bir xil. Xo'sh, qaysi biri yaqin? Bakalemi, Tubami? La'nati. La'nati, mamlakat yomon ko'raman. Turgan bitkani do'zax. Telefonni sindirma tajang. Bo'lmasa uchrasha olmay qolamiz. Seni baribir topaman, Mo'ltaz. Ertaga uchrashamiz Tubada. Peshinda. Qayerda? Tubada. Tubani qayerida? Cherkovda. Bu yerda cherkov yo'q. Menga baribir. Bizni kut. Hozir nima dedi? Qaysi xotinni chiptaga almashtirmoqchi? Balki mening xotinimnidir. O'sha satang kim o'zi, ha? Tajang. Kim? Ishdagi o'rtog'im. Ishdagi o'rtog'im? O'sha kallangni uzmoqchi bo'lyaptimi? Nima, aqldan ozdingmi? Qo'lingga nimadir qilsa-chi? Hech narsa qilmaydi. Nega? Chunki u 15 minut turadi. Uzr, telefonim olsam bo'ladimi? Ovozingni o'chir. Tuba, Afrika. Bu yerda olib sotarlar bormi? Odatda ko'chmanchilar noyob buyumlarni sotishadi. Shu yerdami? Ha, shu tomonda. Qaraqaligi so'ylab o'tiribdi. Barmog'ing bilan ko'rsatma. Nima bo'ladi? Ketdik. Yo'q. Men borsam maylimi? Iltimos, bu men va unga aloqador. Rejiyo. Xo'p desang, buni bir o'zim tekislayman. Yana qo'shing. Yo'q. Antiqa narsa. Yo'q. Ozroq qo'shing. Yo'q. Jinday bo'lsa ham ozgina. Ozroq. Hop. Salom so'ylab. Meni esladingmi? Ferrari. Yaxshilab yashaydi. Faqat bir marta tushuntiraman. Qadrli bir narsamni tortib olganding, esladingmi? Kamarni. Endi o'zing tanla, yo kamarni o'zimga qaytarasan yoki nima bo'ldi o'zi? Hech narsa. Nima bo'ldi? Hech narsa. Mo'ltaz qani? Qochib ketdi. Jinarsan. Muammo bormi? O'g'ri, ushlanglar. Menga qo'yib bering. Mana shunaqa. Haqiqiy futbol yulduzsan. Xayr. Qu'est-ce qu'il y avait dans la banane? Rien, des affaires personnelles. Ah ouais, c'est tout? Non, il y a 15 millions aussi. En liquide? Je me suis pas... Hein? En liquide? Non, en billet de l'auto. Mais vous êtes qui, vous? Radio! Le ticket. Radio. Bon. Maintenant, on retrouve Pauline, on échange le ticket et retour à la maison. Je crois pas, non. Hein? Mais c'est ce que t'avais dit? Là, j'ai changé d'avis. Nos routes se séparent ici, Radio. Attends un peu... Tu vas me faire ça, Mo'ltaz? T'avais dit qu'on faisait équipe? Et Pauline? Ça, c'était mon problème. Pauline, c'est ton problème. Ok. Men qarang, Misha satang, katta odamlarmiz. Uzr bemalalik bu. Ha? Gapimga qo'shilasizmi? Men qarang, Misha. O'ylab ish qiling. Yo'q. Men qarang. Gapimni eshit. Senga ikkita gap aytaman.
Agar xotinimga qo'l tekkizsang, seni yo'q qilaman. Yo'q qilaman. Yo'q qilaman. Ketdikmi? Mehmonxonaga borish kerak. 5gacha o'sha yerdamiz. Rahmat Multiz. Haqiqiy erkaksan. Jim bo'l. Bas qil. To'g'ri aytding. Haqsan. Lomim demayman. Birroq zam gapirmayman. Derazadan ko'p narsalar ko'rinadi, ha? Albatta. Aytgancha, hovuz masalasi bu yerda qanday? Dezinfeksiya tizimi yaxshimi? Dezinfeksiya. Uni qanday dezinfeksiya qilasizlar? Bu yerda gidrolit tizimi bormi yo dori bilan tozalaysizlar? Men bilmayman, monsieur. Afsus. Mumkin bo'lsa shularni boshlig'ingizdan. Men uchun juda ham muhim. Menda nekroz bor. Infeksiya yuqtirib olishdan qo'rqaman, keyin sudlashni xohlamayman. Kalitni ber. Kalitni ber deyapman. Xlor, qaytaring. Xlor. Ha, gidrolizmi yoki xlormi? Hoy, lyuksxona bormi? Ko'rmayapsizmi? Missiya bilan gaplashayotganimni. Siz ham missiya bilan gaplashmoqchimidingiz? Bemalol xohlagancha gaplashing, faqat navbat turing. Xo'pmi? Navbatda turing. Muomalani biling, missiya. Qanaqa navbat? Qanaqa? Muomalani biling deyapman. Qo'lingizdan kelmasa shunga harakat qiling. Tarbiya ko'rmagan. Tarbiya. Xo'sh, nima dedi? Men bilmayman, monsieur. Unga ayting, albatta bilib bersin. Men uchun juda ham muhim. Xo'pmi? Sizga faqat shu gapni aytaman. Xushmuomalalikka o'rganib bo'lmaydi. Hammasi naslga bog'liq. Yo'l. Xo'sh, lyuksxona bormi? Ha, monsieur. Bu yerda nima qilyapsan? Ish narsa, meni ishlab ol-da. Jim bo'l, Ovsar. Arzimagan gap. Tel boshliqlar o'zi shunaqa bo'ladi. Menga qaroyim qiz, basharangni burishtirsang, seni pollatda o'rnida ishlataman. Yaramas. Jim bo'l. Yuring. Hali hammasiga javob berasan. Nima? Xonada gaplashamiz. Qanchalik g'alati bo'lmasin, ekzotika menga yarashdi. Ha. To'g'ri. Sabatli ko'ryapman. Haftadan menda ham Afrika qoni bor. Mana senga ko'k rang juda yarashadi. Tering rangiga juda ham mos tushadi. Seni g'ayratli ko'rsatadi. Menga bo'lsa yarashmadi. Montez, eshityapsanmi? Ha? Mendan xafa bo'lyapsanmi deyman. Nima gap? Albatta, arazlashib qolgan do'stlar bilan uchrashish oson emas. Hammasi joyiga tushadi. Menga ishonmalsiz. Men ham do'stlarim bilan urushganman, lekin har doim yarashib olardik. Nima bo'lganini bilmayman. Nega o'sha yigit sendan shunchalik jahli chiqyapti? Hamma narsani kechirish mumkin. Unga nima qilganding? Menga ayta olasanmi? Unga nima qilganding? Ukasini o'ldirib qo'ydim. Dahshat. Lekin sen o'ldirdingmi uni? Xo'sh, xonalar yoqdimi? Bo'lmaydi. Qorayni o'chir. Limonadga chiqib ber. Nima ahmoqsan? Yo'qol. Daf bo'l. Buni ham olib ket. Xohlasang hovuzga borishing mumkin. Ey Xudoyim. Qaysi qavatga? Pastga. Issiq. Aha. Sizdan bo'lsin. Rahmat.
Kechirasiz. Savol bersam maylimi? Ertaga nima qilasiz? Hey, Conchita. Tu connais le mambo? Il a un goût de chiotte, ce mec. Tu as vu, hein? Conchita connaît les mambos. G'alati, lekin kimgadir o'xshatyapman. Ha, ayniqsa kulganingda. Yana kul. Seni qaysidir kinoda ko'rganman. Nomi nima edi? O'sha kinoda ingliz mashinalarida har xil qannozlar bilan yuradigan isquvar ham bo'lardi. Nomi esimga kelmayapti, mayli. Ahamiyati yo'q. Senga iltimosim bor. Avval bir eshit. Sen orqamda turasan, tushundingmi? Menda muammo chiqsa, sen paydo bo'lasan. Aytsam uzoq hikoya. Gapimga ishon. Qancha kam bilsang, shuncha yaxshi uxlaysan. Lom-mim demaslik kerak. Shunaqa. Ol. Ya. Og'zingga mahkam bo'l. Hozir boshlanadi. Ertaga jo'nab ketyapman. Ishda Yevropalikni qidiryapman. Baland bo'yli, malla soch bilan qora sochdan kelgan baquvvat yoqimsiz odam. Ular qaysi xonada? Qaysi xonada? Xayr. Voy, og'ayni, shoshma. Xonangdan qo'ng'iroq qilsam maylimi? Kalitimni unutibman. Ma'murdan zaxira kalitni olaman, chunki og'aynimni bezovta qilgim kelmayapti. Rahmat. Bilasanmi, juda asabiy odam. Shuning uchun bezovta qilmagan ma'qul. Bu yerda bazm bo'ldimi? Keldikmi? Ha. Aniqmi? Ha. Nega qolib ketding? Chiqasanmi yo'qmi? Voy. Haligi ehtiyot bo'l, sochim yaramas. Ispas, ablah. Uzr, gapingizni bo'laman, kechirasiz. Seni tanidim. Pastdagi o'sha ovsarsan. Filez-moi du désinfectant.
Service de chambre. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? On est venu pour te faire ta fête, le kurde. Ah ouais? Ça va saigner! Moltes. Moltes. Tajang? Tajang shimi? Hujumsa. Ayol, qani u? Avval ish haqida gaplashamiz. Ogohlantirib qo'yay, agar qo'lingga qo'l tegsang, seni o'ldiraman. Ot. O'ldirma. Kel avvalgidek qilamiz. Qani? Hozir boshlanadi. Mendan sizlarga nima kerak? Kim bo'l? Tishingizni davolang. Senga kim bo'l dedim, g'alcha. Nima gap? Hozir boshlanadi. Bo'yningni sindiraman. Seni qo'rqitmoqchi bo'lyapti. Sen ham qo'rqat. Unga nimadir de. Multas, ayt, basharasiga tushir. Tushir. Yaxshi. Bejab qo'y uni. Basharasiga tushir. Yaxshilab ur. Sochiga yopish. Hozir boshlanadi. Qimirlama. Hoy, lotereya chiptasi. Tezroq, tezroq. Lotereyani ber. Ko'rdingmi, Moltes? Senga pakanalar bilan xushmuomala bo'lish kerak degandim. Hey. Ularga hunaringni ko'rsatib qo'y. Bazm bo'lyapti, mesye. Menga ber. Moltes, ehtiyot bo'l. Moltes, bardam bo'l. Yaxshi. Endi orqaga qaytamiz. Moltes. Chigiliyozda tugadi. Endi jiddiy gaplashamiz. Chiptang. Chiptani ber. Chipta. Daq bo'l. Shunaqami? Endi-chi? Ha? 1 2 2 Nahotki. Malla sochi shunchalik yaxshi ko'rasanmi, a? Erimni qo'yib bor. Uning o'sha. Qimirlama, azizim, qimirlama. Martina? Kechirasiz. Menimcha qavatlarni adashtirdim. Senga nima bo'ldi? Qarama, juda dahshat. Moltes.
Do'stim, Polin, O'lma. ikkalangiz ham bilib qo'ying. Men aybdorman. Hammasi men tufayli bo'ldi. Meni kechiringlar. Yaralanmagansan. To'xta, qanday bo'ldi? Senga ko'rsatib qo'yaman. O'zim bo'g'ib o'ldiraman. Moltes! Politsiya, tezroq qochish kerak. Bu yoqqa. Bu yoqqa. Chiptan ol. Ha? Nima uchun? Ol, politsiya yaqinlashyapti. Qamoqqa qaytishni xohlamayman. Yo'q, shoshma. Rejo. Uni yo'qotma. La'nati, qo'lga tushgan nomard. Moltes! Tush. Menga tirgi kerak. Bu qanaqasi? La'nati. Voy, la'nati egizaklari. Demak, sen Moltissan. Uning ismi Moltes. Zo'rsan? Juda zo'rsan, Moltis. Messie mendan butun Fransiya qo'rqadi. Yaxshilab o'qib ol, Moltis. Shunday qilamanki, bo'ralab yig'laysan. Agar yig'lamasang, janob, baribir yig'laysan. Tushundingmi? Ha. Hakim? Ha, xo'jayin. Bizda ajoyib qamoqxona bor. Bu yer juda dahshatli. Bu yerga erkaklar haqiqiy erkakday keladi. Chiqib ketayotganda erkakka o'xshamay qoladi. Ayollar ularda yaxshiroq bo'ladi. Hammasini tushundingmi? Xotin
Bu hojatxonang. Jeno, eshikni och. Hozir eshikni och. Och dedim, yaramas. Och! Och dedim. Xavotir olma. Eshikni yop. Olti oydan so'ng. Itdek xor qilaman, Moltis. 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 Yo'q, Moltis. Menga qara, Moltis degim kelyapti. Agar men Moltis dedimmi, demak, Moltissan. Hech qachon ayyorlik qilma. Moltis, agar tutib olsam, tuyani orqasiga bog'lab, keyin butun sahroni suzataman. Bu Italiyadan. Qiziq, kim yozdi ekan? Aytgancha, lotereyamga yutuq chiqdi. Xo'sh, nima yutding? Soatingni. Yana yo'ldaman, Rezio. Nima bo'lyapti? Nima bo'ldi? Nima bo'lyapti? Kim u? Kim? Nimalar bo'lyapti? Moltes, sen ozodsan. Rezio? Seni tashlab ketmayman degandim-ku. Endi dam olaveringlar. Yaxshi. Rezio. Yur, seni tanishtiraman. Hammasi yollabman. O'zim yolladim. Ancha yovvoyi, lekin yoqimtoy. Yana juda kuchli. Ha. Muloyim. Bu seni yutag'ing. Meni pullarim 15 million. Jackpot! Xizmat haqqichi. Sabr qil, sabr.
Nima dedi? Deyarli hech narsa qilmading. Yo, shunchaki gaplar. Xo'sh, nima gap bo'lsa? Hech narsa, shunchaki xizmat haqini hozir olishmoqchi. Unda yur to'laymiz. Hozir pulini to'layman. Yana bir marta rahmat. Senga hozir tushuntiraman. Bu odamlar kim? Aynan shuni tushuntirmoqchi edim. Bu mamlakatda hech narsa chakana sotilmas ekan. Faqat ulgurji olasan. Lekin endi naq bir oy xizmat qilishadi bizga. Bir oy? Ha? Bir oy. Shunaqa gaplar. Alors, suivant. Kaki. Tu as utilisé tes grenades, Kaki? Tu as utilisé tes 2 grenades? Oui, tu les remets dans le petit seau. Oui, alors lui, tu lui donnes une double parce qu'il... Moitié. Non, tu donnes une double. Chéri. Comment? Chéri. Chéri? Chéri. Ah, chéri, pardon. Autant pour moi. Hamid. Hamid. Oui. Non, Pourquoi? Je t'expliquerai. Je t'expliquerai. Non, je t'expliquerai. Merci, allez. Allez. Ralawi? Allez. Ali, bravo, hein. J'ai vu ce que tu as fait tout à l'heure. Bravo. Si. Quand tu retires. Question de principe. Comment? Marzoghi. Herzogui. C'est fou, il ressemble à Richard Anthony, t'as vu? Herzogui. De ton parent avec Richard Anthony? Autant pour moi. Défi. Parce qu'il fait avec un couteau, c'est... Deux. Non. Hein? Parce qu'il fait avec un couteau, c'est... Donne-lui en 4. Donne-lui en 4. Bien, très content. Je suis très content hein, de ce que vous avez fait. Très bien. Zid. Ah non. On avait dit 4. Zid. Je vais te donner une 5e. Zid. Là que c'est tout, c'est terminé. Zid. Non. Zid. Après c'est tout. Mustafa. Tu as passé par Mustapha? Hein? Passé lui? Hein? Voilà, donne. Hein? Une petite. La petite. C'est ça. On passe qu'une fois, hein? Ok? Ok, suivant. Remouli Moularmed. Toi, tu as gaspillé, hein? Tu as gaspillé tout à l'heure. Je t'ai vu parce que tu tirais les coups en l'air. Faut arrêter avec ça. Faut pas gaspiller. Donc tu lui retire 3 billets. Retire 3 billets parce qu'il gaspille ses balles. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Quand c'est fini, c'est fini. Dernière fois que je te le dis. Alors, laisse-moi Mohamed. Abdallah. Il va me chercher des coupures de 10. Ça va manquer. C'est les derniers, après il y a... Abdou Salam. Abdou Salam.